Arzu, niyatlarınız, umidlarınız bo'lsa hammasi amalga oshsin. Mana bugungi bayramı olib borish uchun Saida qizimiz ham davrani boshqaradi, ham ashula aytib beradi. Marhamat. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gina qudrat ketsin yurakdan, tilaklaring aytgin yurakdan, neki qilsang qilgin yurakdan, nurday bo'lgin deydilar onam, har yil kelsa Navro'zi olam. Assalomu alaykum aziz Avramaz qatnashlari, barchangizni bugungi oqshom Chandir elning yuksalish mahallasida bo'lib o'tayotgan Navro'zi ayyom bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman, muborakbod etaman. Ilohim, Navro'z bahor bayrami bizga, hammamizning xonadonimizga rizq, nasiba, fayz barakatlar, sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik va go'zal xushxabarlarga boy yil bo'lsin. Ilohim, barchangizni xonadoningizda mana shunday jo'shqinlik, ko'tarinki kayfiyat hech qachon tark etmasin. Xudo xohlasa, bu yilgi bahorimiz dehqonlarimiz uchun, hamma fermerlarimiz uchun juda ajoyib yil bo'lsin inshaalloh. Dasturxonlarimiz to'kin sochinlikda bo'lsin. Yana bir bor barchangizni go'zal bahor bayrami, yashash fasli, yosharish fasli bilan chin qalbimdan tabriklayman, muborakbod etaman. Ana endi keling aziz Avramaz qatnashlarim, mana shunday bugungi go'zal oqshomimizni chiroyli tilaklar, istaklar va albatta chiroyli o'yin kulgularga, chiroyli kuy navolarga boy qilib o'tkazgan holda hozir davramizni bitta guldiroz qarsak bilan ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat, yashang. Ana shunday chiroyli ko'tarinki kayfiyatda davramizni boshlab olamiz va mana shu yuksalish mahallasi nomidan yozilgan chiroyli dasturxonlarimizni yana bir bor barchangizga ochiq deb e'lon qilamiz. Noz ne'matlarimizdan tanovvul aylab, mazza qilib bugungi bayramimizda o'yin kulgular bilan o'tirishingizning tarafdoriman, tilakdoshiman. Ana endi keling aziz Avramaz qatnashlarim, mana shu davramizni chiroyli va sayqal qilib ochib olish uchun san'atkorlarga yo'llansakda, sizlar uchun o'zlarining chiroyli dil navolari ila elimizning, xalqimizning xizmatida yurgan xushovoz xonanda akamiz Oxunjon va hamda Kaminasxondan qizingiz Saidaxon Saidzodam bayram davomida sizlar bilan birgalikda kamarvasta bo'lamiz. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin.